Siz uchun mana zo'r taklif. Hozir mana bitta akamiz Andijon marhamatga Gazablok mini uskunasi 10 ta qolip bilan chiqib ketyapti. So'yonkislari ham zakazga qarab katta qilib berganmiz. Mana pechkali qilib, turbali qilib. Men ip turganiga e'tibor bermaysizlar, rezbalik bo'ladi. Hozir rezbalar chiqyapti. Endi yuklaganda xalaqit qilmaslik uchun rezbalar borganda qotirib qilib beriladi. Olib borib ishga tushirib beriladi. Mana motorlari ham kattasidan zakaz qilishgan. 220 da ishlaydigan qilib berganmiz. Hozir mini Gazablok ham juda zo'r rivojlanyapti. Sababi burchaklari tekis chiqishi, qolipdan ajratishi, endi kesish mehnati bo'lmaganligi uchun shu variantda hozirgi kunda juda hadovoy bo'lyapti. Undan tashqari mana Gazablokga katta qoliplik variantlarini ham, mana katta mishalkalik, reskalik u variantlarni ham O'zbekiston bo'ylab olib borib, quyishlari o'rgatib ishga tushirib beryapman. Qoliplari mana bunaqa katta bo'ladi. 12 ta Gazablok bo'ladi. Mana reskada xohlasangiz 10 lik, xohlasangiz 20 lik har xil kichkina katta razmerlarda kessa bo'ladi. Endi qolipli variantida shu 60-20-30 mi 60-20-30 chiqadi. Kichikroq qilinadigan bo'lsa, shu boshqacha qolip yasaladi. Shu variantlarda farq qiladi xolos. So'yonkislari ham har xil zakazga qarab qilib beramiz. Mana o'zi komplektlarda minisida 200 litrlik bo'lsa, zakazga 1 tonnalik, kattasida o'zi 1 tonnalik bo'ladi. Uni ham pechkalik, mana 2 tonnalik, 2,5 tonnalik, umuman har xil variantida qilib beraveramiz. Gazablok uskunalarini O'zbekiston bo'ylab olib borib, quyishlari o'rgatib ishga tushirib beramiz. Mana bu yerda Gazablok katta mishalkalari. Mana o'zi asli mini Gazablok uskunamiz mana bunaqa holatda bo'ladi. Bunaqa mini o'zini mishalkasi, so'yonkisi bunaqa mini bo'ladi. Hozir u yerda yuklangani zakaznoy 1 tonnalik tagini qilib berganmiz. O'zi asli 200 litrlik bo'ladi mana. Komplektda 4 ta qolip bo'ladi. Narxi $1,500. Dastlabki shu adresga qarab. Endi o'zgaradigan narsalar bo'lsa, o'shanga qarab o'zgaradi. Mana tom suv apparatlari, rastor bochka, kompressor, mikser, pena generator, penalari bo'ladi. Buni narxi $250 joyida dastlabki shu adresga qarab. Mana bu yerda Gazablok mishalkasi, mana bunaqa yotiq katta qoliplari, so'yonkisi, reska arralari bilan O'zbekiston bo'ylab olib borib quyishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. U $1,500. Umuman Gazablok uskunalarining narxi $1,500 dan $40,000 gacha qilib beramiz. Yarim avtomat, to'liq avtomat hamma yo'qlari qilib beriladi. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, bunaqa turbalik, legolik, bunaqa Euro, belida 2 qatorlik, 1 qatorlik, umuman Penablok, Gazablok oid qanaqa komplekt bo'lsa qilib berilaveradi. Mana komplektlari 3 ta qolip 60, 20, 30 razmerda chiqadi. Rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, pulizatор shilankalari, latok, tumba, penalari. Bu bir komplekt, обычныйsi. Komplektlari farqi faqat qolipida bo'ladi xolos. Qolgan narsalarda farq qilmaydi. Qolgan hamma narsalar bir xil bo'ladi. $750 vodiy bo'ylab, $800 O'zbekiston bo'ylab. Belida 2 qatorlik profilli komplektimiz $780 vodiy bo'ylab, $830 O'zbekiston bo'ylab. Bunda ham o'sha belida 2 qator bo'ladi xolos. Bunda 1 qator bo'lsa, bunda 2 qator mana. Bunda ham pena generator, latok, tumba, penasi, kompressor, mikser, pulizatор, chilanka hamma narsasi yangi holatda bo'ladi. Mana trendda bo'layotgan Euro komplektimiz. Euro komplektimiz mana bunaqa rastor bochkasi, kompressor, mikser, hamma narsa. Bu Euroning farqi nargilar ko'ryapsizlar, belida 1 qator profillar. Bunda har bir palasalarda 7 qator, taglarida ham 7 qator oshig'moshig'lar qo'yilgan bo'ladi. Hammasining listi bir xil, Magnitogorskiy, rossiyskiy uchli listdan bo'ladi. Bunaqa Lego variantda deysizmi, turbali variantda deysizmi, bunaqa 40, 50, 20 pena generatorlar zakaznoy mana bunaqa qanaqasi bo'lsa qilinaveradi, berilaveradi. Отдельный pena generator o'zi kerak, yo bo'lmasa latogi kerak, kolonnasi kerak. Hamma zakazga qarab nimasi bo'lsa bo'lta-bo'lta ham qo'yib sotaveramiz. Endi o'zi Penablok ishlab chiqarish uchun nimalar ketadi deganlar uchun mana bunaqa sifatli Penabloklar chiqarish uchun asosiy ketadigan xomashyo gips. Gips O'zbekiston hamma yoqda bor. Sement, suv, pena. Pena degani ko'pik. O'sha gel, ko'piruvchi narsalardan tayyorlashlar hamma yoqda o'rgatiladi. Mana shunaqa sifatli mana tangillagan Penabloklar ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Gazablokga ketadigan xomashyolar. Gazablokda sement, qum,
alyuminiy pudra kauchukni suvda ketadi. Uni ham mahsulotlar tayyorlanishi, qanaqa tayyorlanishi, qancha foyda qolishi hammasini yo'lga qo'yib beramiz. Kimga shunaqa pena blok, gaza blok uskunalari kerak bo'lsa, ekranimizga raqamlarga aloqaga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab olib borib, qushlar o'rgatib ishga tushirib